Hozir men erkin andoza asosini chizamanda, mana shundan reglan modellashtirishni o'rgataman. Demak, mana hammaga ko'rinyapti. Bu erkin andoza asosimiz. Erkin andoza asosimizni oldi bo'lagi bor hamda orqa bo'lagi bor. Oldi bo'lagi, mana bitta oldi bo'lagini oladigan bo'lsak va mana bu yerda orqa bo'lagi bor. Oldi bo'lagini qilishimiz uchun mana bu yerdan 5-6 cm, orqadan 3-4 cm tushamiz. Oldidan 5-6 tushganimizni mana bu qo'ltiqqa tutashtirib olamiz. Bu erkin andoza asosdan modellashtirganimiz va mana shu oraliqni teng 3 ga bo'lamiz. O'lchaymiz va teng 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lganimizda, hozir boshqacha rangdan qiling, sizlarga zo'r ko'rinadi. 3 ga bo'lganimizdagi mana bu joydan bizda qo'ltiq o'yindimiz, ya'ni proymamiz boshlanishi kerak bo'ladi. Yengimiz qo'ltiq o'yindiga tushgan joyi, asosimiz ham qo'ltiq o'yindiga ichkariga kirgan joyi boshlanadi. Shu joydan oldi bo'lagimizdan ichkariga 2 dan 2,5 gacha kiramiz. Va mana shu joydan bu tarafga asosimizga ham 2 dan 2,5 gacha kiramiz. Va kirib mana bu nuqtani olib kelib avvallashtirib, bunga tutashtirib, bu yerdan proyma hosil qilamiz va bundan olib kelib, mana bundan yana proyma hosil qilamiz. Va bu yerini olib tashlaymiz. Bu oldi bo'lagimiz. Orqa bo'lagini ham xuddi mana bu 3 dan 4 gacha, mana shu nuqtagacha olib kelamiz. Orqa bo'lagini ham olib kelamiz. Uni ham 3 ga bo'lamiz va mana bu ikkinchi chizig'idan, pastdagi chizig'idan oldidan 2-2,5, orqadan 1,5-2. Agar siz mana shu joyda oldidan 2 cm kirgan bo'lsangiz, demak orqada 1,5 kirasiz. Agar katta razmerlarda oldida 2,5 kirgan bo'lsangiz, kichkina razmerlarda oldida 2 kirasiz. Orqada 2 kirasiz. Oldida necha santimetr kirgan bo'lsangiz, orqada 0,5 kam qilasiz. Chunki qo'limiz oldinga harakatlangani uchun orqa bo'lakka ko'proq kenglik haqqi kerak bo'ladi. Shuning uchun bunda oldida 2-2,5, orqada esa 1,5 dan 2 cm gacha kiramiz. Bu yerdan mana bu chiziqni tushirishimiz uchun oldi bo'lakdan 5-6, orqa bo'lakdan 3-4 tushiramiz. Bu oddiygina erkin andoza asosi. Xuddi shu erkin andoza asosidan oldi 3 burchak, 4 burchak, dumaloq, burmali aylanadigan kaketkalarni bemalol shunda modellashtirib chiqarsangiz bo'ladi. Hozir biz asos andozamizdan o'zbekcha kaketkalarni modellashtirishni ko'rsataman. Erkin asosni o'rgatadigan video darsliklarimiz ham bor. Bu 0 dan boshlangan kurslarimizda ham, malaka oshirish kurslarimizda ham, universal kurslarimizda ham hammasida bor. Oddiygina mana shu bitta erkin andoza asosini bu yerda oldi hamda orqa bo'lagida raznica bo'ladi. Juda ham ko'pchiliklar oddiygina mana shu erkin andoza asosini yelkasini, o'yindilarini, yenglarini mana bu ulanganlarni teng bichib qo'yadi va tikayotgan libosingiz orqaga qarab tortadi. Yoki mana bu yer yeng ulangan joyi tortib qoladi. Choki orqaga ketib qoladi, tortadi. Mana bu yerdagi choklari orqaga tortib ketadi. Buni agar formulasi asosida asos andozangizni to'g'ri qursangiz, bu erkin andoza asosimiz bizda universal asos hisoblanib, ayollar, erkaklar, bolalarga hamma turdagi liboslar uchun, ustki kiyimlar uchun ketadi. Bu erkin andoza asosimizdan siz chiqarishingiz mumkin. Futbolka chiqarishingiz mumkin, pinyuar chiqarishingiz mumkin, ko'ylak chiqarishingiz mumkin, talstovka, hudi, sportivka chiqarishingiz mumkin, oqshom liboslari, kostyum chiqarishingiz mumkin, plaj, palto, hamma ustki kiyim, hammaga, erkak, ayol, bolalar, o'g'il bola, qiz bola, hammaga tug'ilgan yoshdan to yoshi kattalarigacha mana shu erkin andoza asosidan chiqarsangiz bo'ladi. Oddiygina erkin andoza asosi qurilganda juda ham zo'r quriladi va bitta mana shu erkin andoza asosidan siz million trillion fason qurib, bundan
faqat shu erkin andoza asosini o'rganib ham qancha daromad qilsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Hattoki overlock'i yo'qlar ham aynan mana shu erkin andoza asosi bilan shalvar andoza asosini komplekt qilib, shunaqa chiroyli sportivniy kiyimlar, polo klassika, polo sport yo'nalishidagi kiyimlarni overlocksiz lyuks obrabotkalar qilib, bularni 30 daqiqa, 40 daqiqa ichida bitta libosni bichib tikib o'quvchilar yaxshigina daromad qilishadi va juda ham ko'pchiligi birinchi oyni o'zida aynan mana shu asos andozani o'rganib, kursni pulini necha oyga to'lagan kursni pulini bir oyning ichida chiqarishadi. Albatta ularni erishgan natijalardan juda ham xursand bo'lamiz. Azizlar, yana bir ajoyib yangilik. Sizlar uzoq kutgan universal kursim tez orada start oladi. Bu universal kursim o'z nomi bilan universal kurs hisoblanib, ayollar, erkaklar, bolalar liboslarini, asos andozalarini chiqaramiz va ularni turli-tuman fasonlarga modellashtirib, tikilish texnologiyasini qonun qoidasi bilan o'rgatamiz. Bu yerda yozgi, kuzgi, qishki liboslarni, astarli, astarsiz kiyimlarni, hattoki oqshom liboslarini mukammal darajada professional uslubda yaratishni o'rganasiz. Agar siz ham o'z ustingizda ishlab professional bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda sizlarni universal kursda kutib qolamiz. Mana shu video tagida havola chiqadi. Mana shu havolani bosib, ro'yxatdan o'tib, ism, familiya va telefon raqamingizni yozib qoldirsangiz, kurs boshlanishidan oldin adminlarim aloqaga chiqishadi va kursimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi. Aytgancha, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. U yerda sizlar bilan har hafta yangi bilimlar bilan bo'lishib boraman. Sizlar bilan Sharqon o'quv markazi asoschisi Muqaddas Komilova birga bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.